Diqqat, tezkor xabar. Toshkentda dahshatli toshqinlarni keltirib chiqargan kuchli yomg'irga AQSh va Eron urushi sabab bo'lib chiqdi. Kecha Toshkentning Uchtepa, Chilonzor, Chorsu, O'zgarish kabi bir qancha hududlari jala quyishi oqibatida hatto qayiqda suzish mumkin bo'lgan ahvolga keldi. Hatto Chorsu bekati toshqin sabab suv ostida qolgan. So'nggi vaqtlarda faqatgina O'zbekistonda emas, balki Yaqin Sharqda ro'y berayotgan bunday o'zgaruvchan ob-havoga AQSh, Isroil, Eron urushi bog'lanmoqda. Chunki 2026-yilning aprel oyi oxiridan boshlab Yaqin Sharqdagi g'ayritabiiy ob-havo hodisalari, xususan Erondagi kuchli yog'ingarchilik va qor yog'ishi, AQSh hamda Isroilning maxfiy iqlim qurollari yo'q qilinganining natijasi degan fitna nazariyalari to'lqini avj oldi. Internetda tarqalayotgan ushbu da'volarga ko'ra, ko'p yillik qattiq-qurg'oqchilik sun'iy ravishda tashkil etilgan bo'lib, o'g'irlangan yomg'ir faqat mintaqaviy harbiy zarbalardan keyingina qaytgan. Esingizda bo'lsa, o'tgan yil oxir va yil boshida O'zbekistonda juda quruq va changli ob-havo kuzatilgan. Yomg'ir oylab yog'magandi. E'tibor bilan qarasangiz, Yaqin Sharqdagi AQSh bazalari yo'q qilingandan keyin osmonimizdan bulutlar arimay qoldi. Bugun esa kunora yomg'irlarga guvoh bo'lyapmiz. Bu bizdan o'g'irlangan yomg'irlarning qaytarilishiga o'xshaydi. Siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Biz qo'limdagi bu yashil qog'oz bilan qilamiz. Hozir zamonaviy asboblar chiqqan. Bu $100 20 tasini bir daqiqada chop etishadi. Atigi bir daqiqada. Ozgina yashil siyoh va bir qancha qog'oz. Faqatgina qog'oz va siyoh. Mana sizga dunyoning eng katta kuchi. Pul. Dehqonning 1 yillik mehnatini 5 daqiqada chop etilgan bu dollarlarning 10 tasiga sotib olinadi. Ammo o'sha pulni ham dehqonda qoldirmaymiz. Chunki biz pulni qadrlaymiz. Lyuks chiroq agenti dehqonning oldiga borib, biz ilgari bergan pulga hashamatli chiroq sotadi. Dehqon chiroq uchun 1 yillik mehnatini sarflaydi. Endi u bizning pulimizdir. Chiroq yonishi uchun kerosinni ham biz sotamiz. Bu shunday davom etaveradi. Ular ishlaydi, harakat qiladi, biz esa hamma narsasini bir qog'oz bilan qo'lidan tortib olamiz. Beylar, yangi dunyo tizimini qurayapmiz. Hamma sohada faqat biz foyda ko'ramiz. Banklar bizniki. Tijorat bilan shug'ullanadiganlarning hammasi biz uchun ishlaydi. Barcha kemalarni, temir yo'llarni bir qo'lga yig'amiz. Har bir yo'lovchidan olingan puldan bizga foyda tushadi. Biz o'rnatgan foiz tizimida ham hamma narsa biz uchun ishlaydi. Biz imperiyalar davrini tugatamiz. Har bir mamlakatdan bir odamdan tanlaymiz. Angliyadan Cherchillni, Chor Rossiyasidan Marks g'oyalariga ishongan Leninni, Usmonlidan hozir oramizga qo'shiladigan Bey afandini, u o'z qarorini qabul qiladi. Olib keling.